Bog'dod Uchko'prik qo'qonliklar uchun Uchko'prigimizning katta kenagasida Avloniy maktabi o'z ish faoliyatini boshladi do'stlar. Demak, ko'ramiz. Xo'p, opa, siz o'quvchilarni necha yoshdan qabul qilasizlar va bitta sinfga nechta o'quvchi qabul qilasizlar? Bizning maktabimizda asosan bu yilgi o'quv yilida 7 yoshga to'lgan, 8 yoshga to'lgan va 9 yoshga to'lgan o'quvchilarimiz qabul qilinadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi sinflarimizga bizda har bitta sinfda 24 tadan bola qabul qilinadi. Har bitta sinfimiz bittadan, bitta 1, bitta 2, bitta 3-sinfga qabul qilamiz. Shuning uchun 24 tadan bo'lganligi uchun joylarimiz soni juda ham cheklangan. Shuning uchun qancha vaqtli harakat qilib topshirsa, shuncha yaxshi. Qaysi yo'nalish asosan? Asosan biz maktabimiz ingliz tili, rus tili va matematikaga ixtisoslashgan, mantiqiy fikrlashga asoslangan matematikani rivojlantiramiz. Bu orqali biz farzandlarimizni prezident maktablariga ixtisoslashgan maktablarga tayyorlaymiz. Xo'p, ovqat ozoq deganda? Ovqatlarimiz 2 mahal issiq ovqatimiz bor. Soat 12 da bolalarimizga birinchi, ikkinchi taomlar bilan issiq ovqatlar beramiz. Shuningdek, soat 4 da yana ovqatlarimiz bor. Bolalarimiz 4 gacha charchashadi. Yana bir aytib o'tishim kerak, 8 dan 5 gacha bolalarimizni ushlaymiz. Juda ko'p ishlaydigan ota-onalar uchun bu yana ham qulay, chunki ish vaqtida bemalol bolalarni nazoratsiz qolishidan xavfsirashmasi bo'ladi. Farzandingizni bizga bering. Farzandingizni telefon uchun, smartfonlar uchun umuman vaqti bo'lmaydi, ta'limdan ortmaydi.